Hi everyone, welcome to High Language Training Center, New Concept English Video Classroom. And today we will learn lesson 39, Don't Drop It. Okay, sağlaşlayaqsımsızlar. Bugün mana 39 ders kaptık. Bugün dersimizin temisi Don't Drop It. Okay, Don't Drop It. Anız qaranglar. Nima ekan? Nima Don't Drop It. Tashlab etmang, qo'lingizdan tushirib etmang, tamam? Xo'sh, qaranglar, don't drop it. Nima drop? Tushirib etmang, tashlab etmang degandek. And that don't bother me. All right? And the bother me degan, and the daxliqimmoq, qashliqimmoq, jiyliqimmoq, tushirib tegmak degandek. Don't bother me. Meni bir jiyliqimmasang, meni tushirib tegmasang, shunday qo'y yoki bir xil degandek. And stand up deganchu. Stand up. O'rnidan turmang. And don't stand up bo'lsa, o'rningizdan turmang. Okay? O'rningizdan turmang. Don't stand up. Okay, don't stand up. Xo'sh, endi sit down degan o'tirang. Don't sit down. O'y, o'tirmang. Don't make a noise. Okay, varang-churang qilmang deganda. Demak, endi bu shu jumlaga biz qarasak, endi don't bother me, don't stand up, don't sit down degandek hammasini nima desam, o'sha yerga buyruq xarakterli jumla. Demak, bir buyruq jumla, shunami? Endi bo'lgan mana shu buyruq jumlalarning bir necha xil shaklini o'rganib chiqamiz. Xo'sh, yangi so'zlar keldik. Endi birinchisi nima desam, front. Okay, front. Front deganimiz oldi. Front deganimiz oldi. And that's in front of ning oldida. In front of. Okay, in front of was nima? Ning oldida. Again, careful. Careful deganimiz ehtiyotchanlik bilan. Be careful, ehtiyot bilan, tamam? Vase, all right? Vase, lonqa. Drop, tushib ketmak, tushmak, shundami? Drop. Okay? Flower. Okay, flower deganimiz nima? Gul. Flower deganimiz gul. And the front, qaranglar, frontga oldi nima? Masalan, front door oldi shik. Odatda masalan cho'ng shik, masalan, talardan uyimizga kiradigan cho'ng shikni nima deymiz? Front door deymiz. Front door. And a front desk chu. Masalan, shirkatlarga yoki doktorxonalarga yoki cho'ng bir organlarga kirsanglar, endi sizlarni kutib olgan bir ish bor, chentay deb qo'yamiz-ku. Kutib olish supsi. Shuni nima deymiz? The front desk. You know, front desk. Okay? And please come to front. And the shu oldiga keling. Balkim shu geografiya o'rganganlar biladi, oldi fronet. Fronet deb qo'yilgan. Mana bo'ron chiqishi ham o'yig'ishning nimasi fronet deb qo'ychu. Ana fronet degan shu front, oldi degan gap. Fronet, oldi shunami? Masalan, she is at the front desk and u nada kutuvli supsida. Kutuvli yerda shu tentayda degan gap shunami? She is at the front desk. She is at the front desk. Masalan, you can enter from the front desk. Siz nereden kirsangiz bo'ladi? Shu eshikdan, you can enter from the front desk. Shu oldi eshikdan qana qilsangiz bo'ldi, kirsangiz bo'ldi. Okay, kirsangiz bo'ldi. Demak, endi front deganimiz nima desanglar, bolalar? Oldi. Okay. Endi qarasanglar, in front of bilan in the front of niki farq bor. Ammo in front of deganning oldida bo'lsa, in the front of bo'lsa, bir narsaning ichining oldida bo'ladi. Qaranglar rasmga. Oqsam ekan mashina. Wow. Masalan, he is standing in front of the bus. Oqsa avtobusga nima u? U avtobusning oldida ekan, shunami? He is standing through it in front of the bus. Avtobusning oldida. Okay, what about this? Next one. Next one is the driver is sitting in front of the bus. Okay. In the front of the bus. Demakchi, shofer shu avtobusningki oldida, shunami? O'tirib etibdi. Demak, the driver is sitting in the front of the bus. Shu avtobusning oldida qanday qo'yibdi? O'tirib etibdi. Demak, in front of, in the front of. In front of, in the front of. In the front of ning bir narsaning ichining oldida. Okay. Masalan, in front of the bus. Masalan, the car is in front of the bus. And the machine, a pickup, avtobusning oldida. And the manancho, whiteboard cho balla in front of the classroom.
Mesela the whiteboard is in the front of the classroom. Demek hem de akdoska ma resimde hem de şu nimenin aldı arasınlar sınıfnınki arasınlar oldu tarafında in front of in the front of demek ki bir nesne işçinin aldır bolsa in the front of geldi. Okay, and the careful. Oh, be careful. Careful dediğimiz hem de ihtiyat kılmak, ihtiyatcam olmak, be careful. Mesela you must be careful. Siz çokum qanday qilishingіз kerak. Ehtiyatcam bo'lishingіз kerak. Careful. Okay. And the careful, care deganimiz shu nima? Kuyinmak, shuni diqqat qilmoq degan gap. And the careless deganimiz ham nima desanlar? Naytdi. Well, less deganimiz emas, degan inkarmans va. Demak, careless deganimiz naytdi. Ehtiyot qilmaydigan, naytdi. Diqqat qilmaydigan degan gap. Careless. Okay, and the carelessness, makayindiginess deganimiz ham ism yozib qo'yib, carelessness degan shu beparvolik degan gap. Carelessness. Carelessness. Qaranglar, make a mistake. Nima xatolik o'tkazmak. Shunami? Masalan, I made this mistake because of my carelessness. Mening shu because of deganning sababini shunami? Shu beparvoligimning sababini xatolik o'tkazdim. Again, I made mistake deganda shu dexe 70 derslar o'qinimiz 71-72 derslari. Masalan, oldinchi ketib qopti. Shunga ma'mazmuni yezib ham qo'ysanglar bolalar. Lekin nim keyincha qanday qilamiz desanglar o'qinimiz ham ma'mazmunlari. Faqat hamda balki ba'zi savodashlar inkas qilib hamda biz takrorlab etsak degan shu yursin masal bizning guruhdagi bolalar ma'mazmunni sal qiyroq tuzib yutibdi. Albatta. Bodo ma'ni chiqirib yutaylar ma'mazmunni. Shunda bo'lsa ham bir ko'rib qo'yinglar. Hech qanday nima emas desanglar. O'shqa emas ku hamda. Bo'z ko'rib qo'yinglar. Bek voy nima ish qiladi deb ketmanglar. Bu keyin tushunib qolasizlar. Okay? Careful, diqqat qiling. Drop. Okay, drop. Qo'limdan tushib ketsin bo'ldi. Drop. Okay. Masalan, don't drop that glass. Okay, stakanni qanday qilib etmang, tashlab etmang. Shunami? Drop. Don't drop it. Masalan, be careful, don't drop it. Oy, diqqat qiling, tashlab etmang. Tashlab etmang. Masalan, do you want to drop that case? Chamadonni tashlab etdingiz bormi? Do you want to drop? Drop. Qoldirib qo'yma tashlab etmang. And the drop deganimiz yani tamcha emas va. Masalan, a drop of water. Bir tamcha nima? Suv. Masalan, some drops of water and bir qancha tamcha suv. A drop of blood. Okay. Masalan, first drop of blood and the tunji bir tamcha qon. Bir Ramboning kinolari bor hamda. Shuningdek tamcha deganga o'sha drop. A drop of blood, bir tamcha qon degan gap shu. Okay, endi bular nima ekan bolalar? Gullar shundami? Gul degani flower deymiz. Flower. Masalan, I gave her some flowers. Men uningga bir necha gulni qanday qildim berdim. I gave her some flowers. Men uningga bir nechta gul qanday qildim berdim. Give. Masalan, he's picking flowers now. And we are pick deganimiz tamak shunami? And the gulni teramda o'rsan gul uzish deganda pick the flowers deymiz. Masalan, he's picking flowers now. U hozir nima ish qilyapti? Gul uzyapti. Gul uzyapti. Flower. Okay, they are all flower. And we plant flowers in the house. Biz uyga nima ish qildik? Plant qildik. Plant deganimiz termak. Masalan, gul o'stirdik yoki gul teridik. Biz gul terimiz, sorry. We plant flowers in the house.